Uzun HTML dersiga 49-cı qism HTML5-dagi sonliq uchur jadvali elementlari. HTML5-da yangidan qo'shilgan sonliq uchur elementlaridan date list, ya'ni kirgizuvchidagi eskartish uchuri, andan keyin keygen, abont a'zoning bexatarligini tekshirish, output, tag kod yoki hisoblash natijasi qatorliq o'xshashmagan uchurlarni ko'rsatish iborat. Uch asosiy element ta'minlangan. Bu elementlarniki tor ko'rgich tarafidan qo'llash yoki qo'llamaslik avvalo qaraydigan bo'lsak, IE bilan Firefox'da bu 3 elementni qo'llamaydi, Safari'da qo'llamaydi. Chrome'ning 3.0 nashrida Kijinni qo'llaydi, qolganini qo'llamaydi. Opera'ningki 9.5 nashrdan ikkisini 15 nashrdan boshlab hammasini qo'llagan. Andan keyin bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, masalan, mana men bu kirgizuvchi ramkasini bosgandan keyin buning ostida bu tanlash tizimlik chiqdi. Bu dal date list. Biz mayada tilga olgan shu kirgizuvchidagi eskartish uchuri elementi hisoblandi. Mana kodni qaraydigan bo'lsak, biz mayada mana date list deb mayada aniqlanmagandan keyin mayada optionniki ichiga 3 dona tor adresini buniki tanlangan qiymat qilib qilsak, mayada biz kirgizuvchi ramkani chekkandan keyin bu yerdagi tanlash qiymatlar chiqadi. Buni bossak, bevosita qiymat ichiga kirdi.